Navbatdagi videomuz relay RTZ51 haqida bo'ladi. Relay toki zemlani o'zgarishdi. Bizda bu utechkadan himoyada ishlatiladi, yuqori kuchlanish liniyalarida. Bunda nimani ko'rsatib o'tmoqchiman? Mana bu yerda ketma-ketlikda qarshiliklar turibdi mana. Bir nechta va mana bu yerda ham bittasi ketma-ket turgandi. Eng kichkina himoya bunda 450 mA da ishlayotgandi. Bu utechka tokida ishlash chegarasini yana kamaytirish uchun bunga mana oyoq chiqarib olindi, ketma-ket yana bitta 1 kilomni qarshilik qo'yildi mana. Yon tomondan mana ko'rsak, mana 1 kilomni qarshilik qo'yildi. Ya'ni bu oyog'i ko'tarib olindi va 1 kilomni qarshilik qo'yildi. Va endi buning ishlash chegarasi 0,28 mA gacha tushdi. Ya'ni agar shunday RTZ relaylarda RTZ51da mana bu rezistor bitta oyog'ini ko'tarib qo'yib 1 kilomlik qo'shimcha qo'shiladigan bo'lsa, tok chegarasi 2 barobar kamayadi. Ya'ni bizda 0,45 bu katta juda ham ustavkasi 450 mA. Hozir buni biz 280-290 mA biz uchun norma edi, 300 mA. Shu sababli mana shu 1 kilomlik qarshilikni qo'yish orqali uni ishlash chegarasini, sezuvchanligini yana ham oshirdik. Buni mana bu yerda подстроечный rezistori bor, sozlanadigan. Bu orqali kerakli ustavkaga qo'yish mumkin. Bizda mana bu diodimiz ishlaganda yonsa 100 volt berganimizda, mana bunisi himoya ishlaganda qizil yonadi, bu yashil yonadi. Bizda mana bu tok transformatordan keladigan kilemniki, bu orqali rezistor bilan tok cheklaydigan. Toroidal tok transformator orqali sxemaga ketadi. Mana bu qismi bizda o'zgaruvchi 100 volt, mana bu qismi esa o'zgaruvmas 220 volt kuchlanish uchun. Bu esa kontakt. Ya'ni bizda komandani beradi. Oraliq relay orqali o'chirish chulg'amiga. Mana bizda uning relaysi, shu relay orqali. Bu yerda esa usilitel qilgan. Mana shu relayimiz ishlash uchun. Mana bu yerda mana ko'rsatib o'tilgan kilimlar 2 tor bu tok transformatordan keladigan qismi. Bu yerda mana 8, 10, 12. 8, 10, 12 bu o'zini pitaniyasiniki va 14, 16 bu bizda mana relaydan oraliq relay orqali ketma-ketlikda o'chirish uchun sxemaga ketadigan joyi. Buni uzoni bobosi desa ham bo'ladi. Faqat yuqori kuchlanish liniyalar uchun.